Alisher akam hozir Germaniyadan biz uchun 3 ta eng asosiy biz uchun kerak bo'ladigan instrumentlarni olib kelishdi. Hozir mana shuni raspakovka qilamiz, ya'ni ochib tahlillaymiz. Sizga Germaniyaning nafasi keladigan eng original instrumentlarni ko'rsatamiz. Boshladik. Tumen mana. Instagram, YouTube, xullas original akam 15 yildan beri shunaqami? 15 yildan ortiq vaqt davomida faqat mana shu brendga ishonganlar va mana shu brend orqasidan akani ko'pchilik biladi, bilganlar mana shu brend orqali shu insonni taniydi. Oho, sandiqcha ichida sandiqcha. Mana do'stlar, mana ular. Misol uchun Alisher akaga agar instrument shunaqa narsalar zakaz qilmoqchi bo'lsangiz, avvalosi bu korobkadan tashqari buni o'zini ichida ham xavfsizlik uchun upakovkasi bor, ya'ni o'sha nima deydi? Har xil ezilishdan saqlaydigan instrumentlari bor. Undan tashqari страховкаga sug'urta uchun mana shunaqa Zoom Patrak P4 bizni qadrdonimiz endi bu xudo xolasa. Mana shu qadrdonim bilan birdaniga ochiladi-a, menimcha aka? Alisher aka? Bunda uzr. Men ham birinchi marta uzr, o'rtoqlar uzr. Yon tomondan ekan. Vah. Necha xil tilda endi? Qarang, dunyo brendlari 1, 2, 3, 4, wow, 5 va nihoyat yetib keldik deysizda. Yangi mana buni biladigan biladi. Xullas podkast uchun 100% faqat podkast uchun ishlaydi. Mana 4 ta XLR va 4 ta naushnik monitor uchun. Xo'sh, zaryadning uchun DC mana 5 voltlik va bu kompyuterga ulash uchun. Bu yoqda esa o'sha fleshka 1 terabaytgacha qilar ekan. Pateshka qilar ekan. Zoom Patrak. Do'stlar, xullas ikkinchisini boshladik. Ikkinchi instrumentimiz nima ekan bu? Podkast uchun yoki biz uchun nima muhim? Uzr do'stlar, mana shunday qilishga majbur. Yo'q. Mana. Ko'ryapsizmi? Xavfsizlik uchun bu yoqda alohida. Bu yoqdan alohida. Mana yiqilgan taqdirda ham boshqasi ham qilinadi. Ha do'stlar. Xuddi o'sha siz bilgan MV7X podkast mikrofon. Do'stlar. Chiqishini qarang, buni nima deyapti bu, ha? Alisherga rahmat akajon. Bismillah. Qanaqa ochiladi? Birinchi marta ochyapman lekin do'stlar. Mana. Vah. Bay. O'g'irgina ekan Alisher aka. O'g'irgina ekan. Mana. Ha do'stlar. Xuddi o'sha. Original. Unisi ham xuddi shundan. Xullas do'stlar, itog, ya'ni videoyimiz davomida shuni aytish mumkinki, Alisher Karimov faqat eng original mahsulotlarni, eng original ko'rinishda o'sha musiqiy asboblarni mana shunaqa transportirovkada ham nima deydi? Shu Germaniyadan hozir ko'rganingizdek 15 yillik doimiy nima deydi? Hamkorlik qiladigan o'sha mashhur brenddan siz uchun taqdim etishadi. O'zbekistonning istalgan nuqtasiga, Toshkent bo'ladimi, Qashqadaryo bo'ladimi, Xorazm bo'ladimi, ahamiyatsiz, siz uchun faqat original mahsulotlarni taqdim etishadi. E'tiboringiz uchun rahmat do'stlar. Kanalni kuzatishda davom eting. Zo'rlari oldinda.